Heyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Muzalo do'stlar. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda Car Party o'yini o'ynab maza dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Bugungi video obunachilar bilan do'stlar futbol, ya'ni penaltida. Voy, nima qilyapti? Xullas penaltida do'stlar ana qilamiz. Obunachilar bilan bir ko'raylikchi mahoratligini. Xo'sh do'stlar, obunachilar bilan olyapman. Sizlar iltimos sizlarga binoan obunachilarni kinit beraman. Kazeyo, Boy akam, Abdulla KPM va King do'stlar. Hozir hamma avtobusda bo'lsa do'stlar, biz sekin boshladik. Ana odam chiqmillarmi deyman, hamma mayli do'stlar. Avtobus shu video uchun avtobus oldim. Ketdik do'stlar. Endi penaltida do'stlar event qilingan. Men eventdan o'tib bo'ldim do'stlar. Kimgadir eventdan o'tilgan akkaunt kerak bo'lsa, lichkamga yozinglar do'stlar. Faqat misol uchun hozir ana qilaman do'stlar, telefonim qototdi. Qaranglar do'stlar, hozir nima deydi? Mashta men gol urganlarimni edit qilib, YouTube ga qo'yib, keyin meni lichkamga tashib bergan odamga eng zo'r editlar uchun eventdan o'tilgan akkaunt padarka qo'raman do'stlar. Xolasa premium bo'lsa, premiumli sovg'ani oladi. Bo'lmasa boshqa do'stlar grafikani tushirib qo'ydim, bo'lmasa ekan. Mayli. Telefon qototdi-da do'stlar. Uzr do'stlar, bu qototgani uchun. Xo'p, to'xtang. Uzr do'stlar, o'sha qolib ketishdi. Mayli do'stlar, keyingi safar qatnashadilar. O'sha bizga kelib o'laydi do'stlar. Mashinalarda ham kelib oladilar. Xo'p do'stlar, mana o'sha har doim video chiqarmoqchi edim, negadir telefon qotayotibdi. Mayli do'stlar. Mana ketdim. Qayerga ketadilar? Obunachilar o'zimiz tushirib qo'yamiz do'stlar. Hamma shumi? Ketdik do'stlar, endi futbol time do'stlar. Men ham eventdan oldim bu kiyimni ham. Kim bilan kim do'stlar? Boy akamga, men Kingga tashab ko'ramiz, mayli. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Hamma bilan o'ynab chiqamiz do'stlar. Voy do'stlar, gap yo'q. Mana do'stlar. Nima deyaptilar? Tushunmadim. Gol, mayli. Do'stlar, bularga yordam beraman. Podpисчикlarga eventdan o'tmaganlar bo'lsa, o'tsin. Telefonim qototdi do'stlar. Keyingi safar bunaqa bo'lmaydi do'stlar. Qotish yoqmayapti telefonni. Shu minus tomoni bor do'stlar. iPhone'ning shunaqa minusi bor. Gap yo'q, 2-0 qildilar do'stlar. Voy do'stlar, kichkina sekinda boshlab qo'yamiz-da. Xo'p do'stlar, o'zingizlarda nima gap, nima so'z yozib qoldiringlar. Yana 3-0 qildilar, gap yo'q. O'ynamaymiz. Qani qolganlar? Mana do'stlar, Boy akam bilan o'ynadikmi, o'ynamadik. Nima bunga chiqmayapti do'stlar? Mana Boy akam, Aytdim, o'zi bilan o'zi o'ynab ketgan, kikdib. Xo'sh, bunisini yutishimiz kerak do'stlar. Qani. Gol do'stlar, gol. Telefon qotib turgan payt. Ne bu, menga teskari ko'rsatdi do'stlar. Nima? Makaga olib ko'rsatyapti negadir. Bilmayman do'stlar nimagaligini. Xo'p. Voy. Shu qotish yomonda telefon do'stlar. Do'stlar, endi biz shu haftani endi polni video ham chiqaramiz, shorts ham chiqaramiz do'stlar. Nima bo'lib qoldi hozir? Bagmi do'stlar? Men to'g'rilamoqdi. Dayman bosdim-ey. Do'stlar, obunachilarimiz ana qilganda urolmadilar. Bir shot. Obunachilar bilan endi video o'tgan Car Parking ham bilet ko'tara olmasdan. Yana sekin boshlandi. Mayli do'stlar, keyingi safar qotmaydi xudo xolasa. Mayli, bizani u yoqqa yoqmaymiz. Gol ursalar golni ura olmadilar.
Xo'sh, nechta obunachimiz bor o'zi? 5 ta. Bitta obunachimiz qo'shilibdi, Kazio chiqib ketibdi. Mayli do'stlar, necha. Gol do'stlar, telefon qotib turgandan 2-1 bo'ldi-ku. Mayli, biz anaqa qattiq tura olmaymiz. Ular u yoqqa o'ngga, chapga tashiydi o'zini dotdilar-da. O'shaning uchun to'g'riga qo'yibdilar, lekin men anaqa qilmayman, to'g'ri qo'yman. Voy do'stlar, telefon qotib turganda kambek bo'lib ketdimi? Yo'q do'stlar, endi kim bilan o'ynaymiz? Abdulla KPM bilan o'ynamadik do'stlar. Abdulla KPM ishqilib ovoz yaxshi yozilayotgan bo'lsin-da do'stlar. Abdulla KPM day oseschi. Penalti challenge. Mashina turamiz do'stlar. Nima bo'ldi hozir? Nima bo'ldi? Men penalti dedim do'stlar kanalda. Keyin do'stlar Telegram kanalimga qo'shilib qo'ysanglar, aka, mana videoga tushiy, u bu deb lichkamga yozmishlar. Telegram kanalimga qo'shilsanglar do'stlar. O'sha Telegram kanalimda aytib qo'yaman, qachon video olinadi. 1 soat oldin aytdim men bugun. 11 da aytdim, o soat 12:00 da video olamiz, kiringlar dedim. Kirishdi do'stlar. Mana shuna qilib sekin-sekin aytaman do'stlar. Ovozim sal bo'g'ilib necha do'stlar. Gol bo'lmadi. Xo'sh. Video qanchadan beri olinyapti o'zi do'stlar? Do'stlar, to'xtatganimni qaranglar. Shunday hozir do'stlar bosa olamiz. Nima dedim? Xo'sh, hamma telefonni qototdim-yu, bitta meniki FPS ham bir tushib ketayotibdi. 15 FPS la botdi u, 2 gap yo'q. Mani yutgan faqat kim bo'ldi? King bo'ldimi? King. Kingga sovg'a beramiz, agar chiqib ketmagan bo'lsalar, men Telegram kanalda aytdim. Yutganga sovg'a bor deb. 3-2, hey do'stlar. FPS 18 botdi. Mayli do'stlar, qaramaymiz qanchadan beri olinayotganiga. Ura olmadilar do'stlar. Hozir do'stlar. O'sha hamma bilan o'ynab chiqdik do'stlar. Hammaga xayr, hammaga nima deydi? Omad. Charchamanglar do'stlar. Keyingi videoga idea beringlar.